Har yili shu payt keladi. Ta'tilga chiqish vaqti. Biroq ilgari bu ta'til so'zi ko'pchilik uchun yugur degan edi. Birinchi bosqich ariza yozish. Ruchka topildi. Yo'q, bu ishlamaydi. Yana bitta, bu ham yo'q. Ruchka uchdi, lekin bittasi ham yozmaydi. Rahbarni topish kerak. Majlisda, yuridik bo'lim, tushlikda, kadrlar. Ta'tilda. O'zi ta'tilga chiqish uchun butun korxonani aylanib chiqish kerak bo'lgan davr edi. Qog'oz, imzo, yana qog'oz. Printerda qog'oz tiqilib qoldi. Rahbar imzoni orqaga surdi. Nihoyat 11 ta jarayon, 210 daqiqa vaqt. Va achinarlisi, ta'til boshlangan, ammo buyruq hali chiqmagan. Shunda ham xodimlar sabr qilishgan. To Raqamli tizim paydo bo'lmaguncha. Endi esa hammasi bir joyda. Ariza elektron shaklda. Rahbar imzosi bir necha daqiqada. Buyruq esa o'sha kunning o'zida tayyor. Hech qanday yugur yo'q. Qog'ozlar yo'q. Printer ham jim. Faqat birgina narsa bor. Vaqt. Endi u sizniki. avval 210 daqiqa, endi atigi 20 daqiqa. Har bir arizadan 102 ming so'm techuv. Bir yilda 3,5 milliard so'm iqtisod. Bu raqamlar emas, bu insonlarning vaqti, tinchligi, samaradorligidir. HR tizimida mehnat ta'tilidan tashqari yana 116 ta jarayon to'liq avtomatlashtirilgan. HR Edo tizimi xodim qadri va qulaylik uchun yaratilgan. Ish oson, dam esa halovatli.